Assalomu alaykum hammaga. Bugun juda qiziq anglashim haqida aytib bermoqchi edim. Bugun o'tadigan darsim biz qanday o'z xohish istagimizdan bir qadam narida ekanligimiz haqida aytib bermoqchiman. Oson qilib hayotiy misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Misol, siz telefonning eng so'nggi rusumidan xohlayapsiz yoki eringiz sizga boshqacha munosabatda bo'lishni xohlaysiz, lekin har safar munosabatlar siz xohlaganday taxlanmayapti. Xo'sh, nima qilish kerak? Tasavvur qiling, bozorga bordingiz, o'zingizga ko'ylak tanlamoqchisiz. Ko'ylak sizning xohishingizga, sizning tabiatingizga mos kelishi yoki kelmasligini bilish uchun siz ko'ylakni kiyib ko'rib oynaga qaraysiz. Oynada ko'rasizki, bu ko'ylak sizga yarashmayapti yoki torlik qilyapti. Siz buni ko'rdingiz va sotuvchiga o'z hissiyotlaringizni bildirdingiz. Bu ko'ylakning menga rangi yoqmadi, yarashmadi, menga torlik qildi, menga katta yoki bu uslubdagi ko'ylak menga yarashmayapti deysiz. Sotuvchi sizdan so'raydi, qanaqasini xohlaysan deb. Aynan ko'pchilik ana shu yerda chalg'ib qoladi. Har safar siz o'zingizda iris haqidagi programmalarni o'zingizga sinab ko'rganda, siz oynada bu programma sizga to'g'ri kelmasligini bilasiz va his qilasiz. Bog'liqni sotuvchi deylik, bog'liq sizdan so'raganida, xo'sh, bu programma senga to'g'ri kelmas ekan, unda qanaqasini xohlaysan deganida, siz oynaga qarab, u yomon, menga qo'pol gapiradi, meni hech qayerga qo'ymaydi, meni sevmaydi degan javobni berasiz. Bog'liq sizga yana shunaqa programmani yuklashga majbur bo'ladi. Nimaga u teskarisini bermas ekan degan savol tug'iladi. Hamma gap shundaki, bog'liq bizning erkinlik huquqimizga daxldorlik qila olmaydi. Chunki Allohga monand qilib yaratilganmiz. Yaratuvchimiz va bizning har bir xohish, fikrlarimiz, bizning holatimiz bu qonun va u so'zsiz bajariladi. Agar mening fikr mulohazalarim sizlarga ozgina ham yoqgan bo'lsa, like qo'ying, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda qoldiring va bu narsa YouTube algoritmi bo'yicha mening kontentlarimning ko'pchilikka borib yetishiga sababchi bo'lasiz va kimnidir hayoti yengillashishi yoki qanday muammosi oson yechilishiga turtki bo'lasiz. Video pastida men Telegram kanalimning silkasini qo'yaman. U yerda ham men o'z hayot tajribalarimni kengroq yoritib berganman. Keyingi kontentlargacha xayr, omon bo'ling.